Bugungi darsimizda sizlar bilan Google so'rovnoma yaratishni o'rganamiz. Buning uchun google.com deb yozib, Google o'ziga kirib olamiz va tepada 9 ta nuqtacha chiqdi. O'shanga bosib form degan joyini topib ichiga kiramiz. Mana shu sahifa so'rovnoma yaratadigan sahifamiz hisoblanadi. Birinchi bo'lib sarlavhasini to'g'rilaymiz. Xohlasangiz shunchaki so'rovnoma deb yozib qo'yishingiz mumkin. Xohlasangiz o'zingizni o'sha mavzungizga mos nimadir yozib qo'ysangiz bo'ladi. Men hozir o'zimni variantimni sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Shunchaki oddiy savol-javob ko'rinishidagi so'rovnoma qilamiz. Ko'rgan bo'lsanglar kerak, bunaqalar asosan psixologlarda, har xil o'zini biznes egasi Instagramda link qoldirib ketishadi. Sizlar ham bemalol boshqalarga yasab berib daromad qilishingiz mumkin yoki o'zingizning biznesinglar bo'lsa, o'rganib olib, qo'llab shuni foydalansanglar bo'ladi. Xo'p, shriftlarni to'g'rilasanglar bo'ladi. Bu yerda e'tibor bergan bo'lsanglar, jurni qilishingiz mumkin yoki kursiv qilishingiz mumkin, tagi chizilgan qilishingiz mumkin. Mana birinchi savolimizni yozamiz. Ism, familiyangiz deb so'roq belgisini qo'ydim. Один из списка turibdi, lekin bizga tekst stroka degan narsasi kerak, chunki itga javobini yozadi o'sha so'rovnomaga kirgan odam. Qayerdansiz deb yozaman va bu yerda раскрывающийся список tanlayman. Chunki bu yerda bir necha viloyatlarni yozamiz va bu yopiq turadi. Aynan o'sha strelkachasiga kirganda ochiladigan qilib yasaymiz. Xohlasangiz stroka ko'rinishida ham tashlab ketishingiz mumkin. O'zi yozadi kirgan odam Toshkentdanmi, boshqa viloyatdanmi farqi yo'q. Xohlasangiz mana shunaqa qilib o'zingiz yozib chiqsangiz bo'ladi-da, раскрывающийся список qilib, keyin bittasini tanlaydi. Qaysi viloyatdan bo'lsa. Mana shunaqa qilib to'ldirib chiqamiz. Обязательный вопрос degani yoqib qo'ysanglar, o'sha savolga javob bermasdan o'tib ketolmaydi, ya'ni so'rovnomani to'ldira olmaydi. Keyingi savolimiz endi yoshingiz nechida deb so'radim men. Tekstni belgilayman yoki bo'lmasa boyadagi раскрывающийся список belgilayman deb o'zim yozib chiqaman. 18 dan 25 oralig'ida yoki 26 dan 45 oralig'ida, 45 yoshdan katta yoki 18 yoshga yetmagan deb o'zimcha yozib chiqdim. Keyingi savolimiz shunaqa qilib, mana bu pastdagi plyuschaga bossanglar, yangi sizlarga ochib beradi. Savol uchun shablon и o'sha yoqqa savolinglarni yozishingiz mumkin. Endi men bitta sizlarga yana bitta variantini ko'rsatmoqchiman. Bir nechta javoblarni belgilaydigan qilmoqchi bo'lsanglar, unda несколько из спискani tanlaysizlar-da. Shunda bitta emas, bir nechta javoblarni belgilab galochka qilish mumkin bo'ladi shu to'ldirayotgan odam. Xuddi shunaqa savolga o'xshash sizlarda ham agar nimadirlar bo'lsa, qaysi kurslarimizni o'qigansiz yoki qaysi mavzular sizga ko'proq qiziq degan savollarni berganda, mana shu несколько из спискani tanlab variant qilib ketishingiz mumkin. Va oxirgi savolimiz bog'lanishimiz uchun telefon raqamingizni qoldiring degan joyda siz masalan telefonni qanaqa kiritishini misol qilib yozib ketsangiz bo'ladi. Mana shu yerda mana masalan +998 desa 0000 yoki xxx qilib ko'rsatib ketasiz. Ya'ni kodi bilan yozish kerakligini shu yerda misol qilib ko'rsatib ketasiz. Yuqorida mana palitra belgisi turibdi. O'sha yoqqa kirib shriftlarni har xil qilishingiz mumkin. Razmerini katta, kichkina yoki kursiv yoki jilnero o'zingiz tanlaysizlar, ya'ni savol qanaqa shriftda bo'lsin va hokazo. И bu yerda mana выберите изображение degan joydan siz rasm tanlashingiz mumkin. So'rovnomangiz tepasiga bitta kategoriyalar bor. Mana день рождения, еда, напитки для детей degani bor. Bittasini tanlab выбрать qilib, bemalol shu so'rovnomalarning tepasiga rasmini chiroyli qilib qo'yib beradi. Oxirida перенести tugmachasini bosasizlar. Keyin uchta nuqtachaga bosib, предпросмотр degan joyga kirib, so'rovnomalarni qanaqa ko'rinishda ekanligini ko'rib olsanglar bo'ladi. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Agar qayerdadir xato bo'lgan bo'lsa, mana shu o'zidan qalamchaga bosib, redaksировать qilib olsanglar bo'ladi. Kopировать ссылку qilib, bemalol ссылкасini shu jo'natmoqchi bo'lgan odamlarga jo'natsanglar bo'ladi. Va настройки bo'limidan ответы degan joyga bosib, mana отправлять форму не более одного раза bosib qo'yasizlar, chunki bitta odam bir marta to'ldiradi, faqat bo'ldi. Keyin boshqa jo'natavermaydi har deb sizlarga. Получить ссылку qilib, mana shu o'zidan mana опубликовать qilib, bemalol ссылкасini jo'natsanglar bo'ladi. Ответlarni qatdan ko'rishni yana keyingi darslarda batafsil tushuntirib beraman sizlarga.